Assalomu alaykum yorobun. Sizlar bilan yana Muhammad Aziz Sen. Bugun sizlar bilan topik 1 imtihonini ilki 34-variantdan 39-variantigacha yechish texnikasini o'rganamiz. Xo'p, avvalambor biz shartni yaxshilab tushunib olsak. Samship sabon buto, samship kubon, pogi va gachi, pinkani yoki karo ani toroqal qajang almajin gosil ko'rishibshu degan shart, ya'ni 34 dan 39 gacha namuna kabi bir xil qavsni ichiga kirib bora oladigan eng mosini tanlang deyapti. Bizga mana bu yerda pogi namuna berib qo'ygani. Tanoril mo'rinmida so'zlarni bilmayman. Nimani chasimida, ya'ni nimanidir qidiryapman. Biz qavsiga kirib bora oladigan nimani topamiz? So'zni topamiz. Bu so'zimiz variantlardan birida yashirinib turibdi. Bu so'zni to'g'ri topish uchun biz mana bu yerda kelgan so'zlar bilan aloqasi bor bo'lgan variantlardan birini tanlasak bo'ldi. Tanoril mo'rinmida, ya'ni so'zlarni bilmayman, to'g'rimi? Nimani qidiryapman. So'zlarni bilmasdan birinchisi angyong. Angyong bu nima? Ko'zoynak. Ko'zoynak qidiradimi? So'zlarni bilmasa ko'zoynak qidirmaydi, to'g'rimi? Shuning uchun birimiz xato. 2. Subak. Subak bu nima? Tarvuz, to'g'rimi? So'zlarni bilmasa tarvuzni qidiradimi? Yo'q, shuning uchun ikkimiz ham xato. 3. So'zlarni bilmayman, lug'atni qidiryapman. Mana bu yerdagi so'z bilan, ya'ni tano bilan sajonda o'zaro bog'liqligi bor, ya'ni biz shartda ko'rdik. Mana bu jumladagi so'zlar bilan variantdagi so'zlarda o'zaro munosabatliligini bog'lashtirib qo'ysak bo'ldi. To'g'ri javobimiz hozir 3 bo'lyapti. Chigapimiz bu nima? Hamyona. Hamyonni qidiryapman. Mana bu jihatdan to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin so'zni bilmayman, hamyonni qidiryapman, o'zaro aloqasi yo'q. Shuning uchun to'g'rini chiqarib yuborsak bo'ladi. Haqiqatan to'g'ri javob 3 bo'lyapti. Kelar endi 34-shartdan boshlab yechib ko'ramiz. Xo'p. Chonin Maykelmida, man Maykelman. Miguk Amerika vassimnida. Man Maykelman, Amerika keldim bo'lyapti. Biz bu yerda qo'shimcha qo'yamiz. Demak, Amerikadan kelgan bo'lishi mumkin bu Maykel. Migugi vassimnida igamiz xo'p, to'g'ri kelmaydi, chunki Amerikadan kelganman deyishimiz kerak. Igamiz bu to'ldiruvchi to'g'ri kelmayapti hozir. Amerikaning keldim. Bu ham ma'no jihatdan to'g'ri kelmaydi. O'yimiz. 3-javobimiz Amerikadan keldim. Man Maykelman, Amerikadan keldim. Ma'no jihatdan to'g'ri kelyapti. 4. Man Maykelman, Amerika va keldim. Ma'no jihatdan to'g'ri kelmayapti. To'g'ri javobimiz haqiqatan 3. Kelar endi 35 ga o'tamiz. 35. Pega ko'ppimnida, qornim xo'p, och. Ga ketyapman. Qavschiga kirib bora oladigan biz nima topishimiz kerak? Jumlami? Qorningiz och bo'lsa qayerga borasiz? Ma'no jihatdan ana shuni qo'ysak bo'ldi. 1. Inheng. Qorningiz och bo'lsa bankka bormaysiz. Shuning uchun bir xato. 2. Qornim och, oshxonaga boryapman. Ma'no jihatdan ikkimiz to'g'ri kelyapti. 3. Qornim och, pochtaga ketyapman. Ma'no jihatdan to'g'ri kelmaydi. Xo'p, 4. Yoxangsa bu sayohat markazi. Qornim och, sayohat markaziga ketyapman. Ma'no jihatdan to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun 4 ni ham chiqarsak bo'ladi. To'g'ri javob 2. Xo'p, 36 ga keldik. 36. Chonin sakva jusiril jo'hammidaman. Olmali sharbatni yaxshi ko'raman. Shu sababli nimadir ichaman. 1. Man olma sharbatini yaxshi ko'raman. Shu sababli tez ichib turaman. Ma'no jihatdan birimiz to'g'ri kelyapti. Qolganlari nega xato? Tekshiramiz. Man olma sharbatini yaxshi ko'raman. Shu sababli ehtimol ichaman. Bir narsani chin dildan yaxshi ko'rsangiz, ehtimol qilmaysiz, tez qilib turasiz. Shuning uchun uchimiz xato, ikkimiz xato. Man olmali sharbatni yaxshi ko'raman. Shu
shu sababli mm, eng ichaman bo'lmaydi. Tez ichib turadi. Birorta o'yinni yaxshi ko'rsangiz, ana shu o'yinni tez o'ynab turasiz. Futbol, PlayStation shunga o'xshagan. Xo'p, man olmali sharbatni yaxshi ko'raman. Shu sababli biroz oldin ichaman. To'g'ri kelmaydi, to'g'rimi? To'g'ri javob haqiqatan biz buni isbotlab qo'ydik. Xo'p, 37. To'sovg'anim kutubxona. Chegi aju. Kutubxona kitob juda ham. Kutubxonada kitob nima bo'ladi? Ko'p bo'ladi. Biz ko'p so'zini topib qo'ysak bo'ldi. Keng. Kutubxona keng bo'lishi mumkin, to'g'ri. Lekin kitob juda ham keng bo'lmaydi. Birimiz xato. Xo'p, kutubxona kitob juda ham ko'p. Ma'no jihatdan ikkimiz to'g'ri kelyapti. Kutubxonada nimaga? Kitoblar ko'p bo'ladi. 3. Kutubxona kitob juda ham oson. Kitob juda ham qaysidir ma'noda oson bo'lishi mumkin, lekin kutubxona deyapti. Kitob juda ham oson emas, ko'p bo'ladi ma'no jihatdan, to'g'ri xato. Kutubxona kitob juda ham kalta. To'g'ri kelmaydi ma'no jihatdan. Demak, to'g'ri javobimiz haqiqatan 2. Ya'ni kitob ko'p bo'lyapti. Xo'p, endi 38 ga kelyapmiz. 38miz. Kiril Mo'rimnida yo'lni bilmayman. Odamlardan nima qilaman? So'rab olaman, shuni topsak bo'ldi. Chumnida beraman. Odamlardan beraman, to'g'ri kelmaydi. Yo'lni bilmaysiz, qanday odamlarga berasiz? Yo'lni bilmayman. Odamlardan sotaman. To'g'ri kelmaydi. Yo'lni bilmasa odamlardan so'raydi. 3. Nuriy Hamidam qo'shiq aytaman. Yo'lni bilmayman, odamlardan qo'shiq aytaman. Bu ham aloqasiz. Yo'lni bilmayman, odamlardan so'rab ko'raman. Ma'no jihatdan to'g'rimiz to'g'ri kelyapti. Murabomnida so'rab ko'rmoq. Xo'p, 39 ga keldik. Shart bo'yicha eng oxirgisiga. To'ngsanga ko'ronshigimida ukamning tug'ilgan kuni. Qajoqtiri hamki sajinil oila a'zolarim hammasi rasmni nimadir. Xo'p, mandamnida. Xo'p, to'g'ri keladimi? To'g'ri kelmaydi. Nega? Ukamni to'yi oila a'zolarim bilan birga rasmga tushaman, rasmga olaman, to'g'ri kelishi mumkin, lekin uchrataman, to'gri kelmaydi. Nega? Rasmni bo'lyapti. Rasmni pillimnida, ya'ni rasmni qarzga olaman. Rasmni qarzga olib bo'ladimi? Nortoy, rasmga tushadi-yu. To'g'ri javob nechi? 3. Rasm oila a'zolari bilan birga rasmga tushadi. 4. O'rganaman. Ukasini to'yi rasmga oila a'zolari bilan birga rasmga tushishni o'rganadimi? Rasmga tushadi. Shuning uchun to'g'ri javobimiz xato, to'g'ri javob 3 bo'lyapti. Xo'p, sizlar bilan bugun nechidan 34 dan 39 gacha bo'lgan shartga yondashishni o'rgandik. Bir qator qaytaraman. Xo'p, bizga jumla beradi. Jumlamizda so'z yoki nima tushib qolgan bo'ladi? Bog'lovchi yoki qo'shimcha tushib qolgan bo'ladi. Matnda mazmunidan kelib chiqib va matndagi so'zlar bilan aloqasi bor so'zlarni variantdagilar bilan bog'lasalaringiz bo'ldi. Xo'p, yorobun, o'qishlaringizga omad. Agar qandaydir savol bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar, men javob beraman. Xo'p, kanalga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Hammalaringizga rahmat. Fighting yorobun.